بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد qadrli arab tili ixlosmandlari sizlar bilan Miftah Arabiy kitobimizning 11 darsimiz 11 haftamizga keldik. Mavzuyimiz at'imatun va munosabat, ovqatlar va munosabatlar. Mashhurun mashhur, mujaffafun quritilgan, mukassaratun chaqchuqlar, mug'alli qaynatma, muntashirun tarqalgan, baharatun ziravorlar, buquliyatun dukkakli mahsulotlar, tabaqun rasmiyun rasmiy taom, munosabatun ijtimoiyatun ijtimoiy munosabat, rag'ifu xubzin nondan bir bo'lak, tatakawwanu takawwana yatakawwanu min dan tashkil topadi, holata aralashtirmoq, sakaba quymoq, qoddama taqdim qilmoq, aqbala yuzlanmoq, vazza'a esa taqsimlamoq. Matnimiz تختلف الأطعمة باختلاف الدول والمدن. Davlatlar, shaharlar o'zgarishiga qarab taomlar ham o'zgaradi yoki bo'lsa farq qiladi. فلكل دولة طعامها الخاص وعاداتها وتقاليدها الغذائية. Har bitta davlatning o'ziga xos taomi bor va ovqatlanish odati va ovqatlanish tabiatlari, ovqatlanish o'zlarining odatlari mavjuddir. فإذا كانت التوابل هي الصفة الرئيسة في الطعام الهندي فطبق السلطة هو الضيف الأشهر على الطاولة اللبنانية. Agarda ziravorlar hindlarning eng asosiy taomlarning sifatlaridan biri bo'lgan bo'lsa, salatli taom bu livanliklarning dasturxonini eng mashhur mehmonlaridan biridir. أما المائدة المغربية فلا تحتاج الطاولة والكراسي إذ تكون على الأرض وتجتمع حولها الأسرة 3 مرات في اليوم. Marokashliklarni tarzi hayot, ya'ni taomlanish tarziga kelgan bo'lsak, ular kursilar va stulga ehtiyoj sezmaydi. Ularning ehtiyoji yo'q, chunki ular yerda ovqatlanishadi. Mana shunday dasturxonning atrofida oila kunda 3 marta jamlanadi. اليوم عزيزي القارئ سنصحبك في جولة إلى مكانين لنتعرف إلى طبقين من أشهر الأطباق. Bugun esa o'quvchi azizim, siz bilan sayohatda sherik bo'lamiz. Qayerga? 2 makanga. Nima uchun sayohat bo'lyapti bu? Eng mashhur taomlardan ikkitasi bilan tanishmoqlik uchun. Birinchisi al-mansaful urduni. Iordaniyaning mansaf ismli taomi. هو سيد المائدة الأردنية وطبقها الرسمي في جميع المناسبات الاجتماعية السعيدة والحزينة. Mansaf Urdun dasturxonining sayyida, eng yetakchi taomi. Va ularni mana shunday yaxshi kunda ham yomon kunda ham bo'ladigan ijtimoiy munosabatlarda asosiy taomdir, rasmiy taomdir. عرفها أهل الأردن قبل 3000 عام. Uni Urdun aholisi 3000 yil oldin o'ylab topishdi. والغاية من تقديمه إكرام الضيف. Uni tayyorlab mehmonga uzatishlikdan maqsad nima desa, bu mehmonni hurmat qilishlik bo'ladi. يتكون المنسف من الأرز ولحم الغنم وسائر الجميد الذي يعد أهم مكونات الوجبة إذ نطبخ اللحم في مرقه مع الجميد. Endi nimadan tashkil topadi tarkibi qismi? Masnaf guruchdan, qo'yni go'shtidan va jamid suyuqligidan. Bu jamid suyuqligi eng asosiy, mana shu ovqatni eng asosiy tarkibiy qismi. Nimaga? Chunki go'shtni
jamiyat bilan birgalikda sho'rvasida qovurib oladi. وَنَخْلِطُ مَعَهُ اللَّبَنَ الرَّيِّبَ va uni ivitilgan o'sha sutda aralashtiramiz. بينما نضيف السمن الطبيعي إلى الأرز ونقدمه في طبق دائري كبير فوق رغيف من خبز الصاج ثم نزينه بالمكسرات والبقدونس. Orada nima qilamiz desa, tabiiy yog'ni guruchga aralashtirib olamiz va uni mehmonga beramiz. Qay holatda? Fi tabaqin da'iriy. Katta doira shaklidagi idishda. O'sha laganda deymizmi, yo tomoqda deymizmi. Tagiga o'sha doira idishni ustiga xubsiz soj degani yupqa bo'ladi-yu. O'zbeklarda yupqa bor, yupqa non. O'sha non yoyiladi, o'shandan bir bo'lak yoyiladi. Keyin ustiga mana shu ovqat qo'yiladi. Keyin uni qanaqa bezatadi desa, chaqchuqlar bilan va petrushkalar bilan birgalikda bezatiladi. وَلِلْمَنْسَفِ أَدَبٌ وَتَقَالِيدٌ فِي تَنَاوُلِهِ. Mansafni ham o'ziga yarasha odobi va odatlari bor, ovqatlanishda. فَلَا يَجُوزُ الْبَدْءُ بِالطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ. Mehmon mezbon boshlamasligidan oldin chaqiruvchi mehmonga ruxsat bermasdan oldin boshlashi mumkin. وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَتَنَاوَلَ الطَّعَامَ مِنْ أَمَامِهِ. Va mehmonni ham o'zini oldidan yeb bermoqligi lozim. Endi bu nabaviy tarbiya, o'zini oldidan mehmoniga baraka ketadi. هل العاشوراء عند الأتراك. Ashura kunini xolasi من الأطباق المشهورة التي يقدمها المسلمون بمناسبة يوم العاشوراء في 10 من شهر محرم الهجري. Muharram oyini 10-kunda Ashura kuni munosabati bilan musulmonlar tayyorlaydigan eng mashhur ovqatlardan biri bu. ومع دخول شهر محرم من كل عام يقبل الأتراك على شراء البهارات والبقوليات والمكسرات اللازمة لإعداد هذا الطعام. Mana shu Muharram oyi kirishligi bilan turklar yuzlanishadi. Nimaga? Mana shu ovqatni tayyorlashga kerak bo'ladigan chaqchuqlar, dukkakli mahsulotlar, ziravorlarni sotib olmoqlikka turklar oldinga siljishadi, harakatlanishadi. وتتكون حلوى العاشوراء من خليط متكامل من المكسرات والحبوب والبهارات. Bu holva qanday tayyorlanadi? Nimadan tashkil topadi desa, ziravorlardan, donlar, har xil donlar, misol uchun mag'iz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa yeryong'oq bo'lishi mumkin, no'xat bo'lishi mumkin. Shunaqa donlardan va chaqchuqlarni to'liq aralashmasidan tashkil topadi bu holva. ويكون المكون الرئيسي القمح va asosiy tarkibiy qism bu bug'doy. إضافة إلى أصناف متعددة من الحبوب كالفاصولياء والحمص المسلوق. Bundaki qaynatilgan no'xat va loviyalar singari o'sha har xil donlarni qo'shimcha qilishimiz mumkin. Mana shu asosiy tarkibiy qismga. أما الفواكه المجففة فهناك العنب المجفف والتين. Asosiy lekin mevalarga to'xtaydigan bo'lsak, mevalarga bu uzumni quritilgani mag'iz bo'ladi va anjir. وبالنسبة للبهارات يستخدم الأتراك عادة القرفة الناعمة. Ziravorlarga to'xtaydigan bo'lsak, odatda turklar nimani ishlatishadi? Qirfata deb turib,
po'stloq qaytiladi, yumshoq po'stloqlarni. وبعد أن يجهزوا الخليط يغطونه بالمكسرات. Endi aralashmani tayyorlab olgandan so'ng uni ustiga chaqchuqlardan yoyishadi. Javzi, misol uchun yong'oq. والفستق semizga, والبندق pista, ya'ni fustuq, bundoq qo'shib o'rmon yong'og'ini aytadi va javzil hind yoki bo'lmasa hind yong'og'i. ويزينونه ببعض أنواع الفواكه. va ba'zi mevalarni ham ziynatlab qo'yishadi. Rumman, misol uchun anor bo'lishi mumkin, va burtuqol, apelsin bo'lishi mumkin yoki bundan boshqalar. ثم يسكبونها في زبادي. keyin uni qatiqqa ag'darishadi, ya'ni quyishadi. ويوزعونها على الجيران. va uni qo'shnilarga taqsimlashadi. والله أعلم بالصواب.